Savol. Ustoz, mukallaflik shartida musulmon bo'lish ham aytilgan ekan. Iltimos, shu haqida tushuncha bering. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillohi va ba'd. Mukallaf degani shariat uni ustiga zimmasiga ya'ni hukmlarni yuklagan odam degani. Bunday sodda qilib aytganda, shariatda ahkomlari uni ustiga yuklanadigan odam mukallaf deyiladi. U kim u? Deganda unda aytiladi, balog'atga yetgan, aqlli va musulmon odam bo'ladi mukallaf degani. Balog'atga yetgan, aqlli, musulmon odam mukallaf bo'ladi. Demak, o'sha hozir bir boshdan aytsak, masalan tushuntirish uchun, balog'atga yetgan, yetmagan odam yosh bolalar mukallaf emas. Ular namoz o'qishi shart emas, roza tutishi shart emas, sadaqotlar berishi yoki bo'lmasa boshqa bir ishlarda amr ma'ruf nahiy munkarlar qilishi shart emas ularga. Yosh bola u hali. U mukallaf emas, u gunohkor bo'lmaydi. Namoz o'qimasa gunohkor bo'lmaydi yosh bolalar. Roza tutmasa gunohkor bo'lmaydi, satravrat qilmasa gunohkor bo'lmaydi va hokazo. Va aqlli bo'lish kerak ikkinchisi. Aqlli majnunlar masalan, yoshi balog'at yoshdan o'tib ketgan bo'lsa ham 20, 25, 30 ga kirgan bir majnun masalan, aqli yo'q bo'lgandan keyin u mukallaf emas. Ya'ni mukallaf emas degani nima degani? Shariatning buyruqlari unga yuklatilmaydi. Chunki aqli yo'q uni. Yosh bola ham xuddi shunday, majnun ham xuddi shunday. Endi 3-savolda kelgani musulmon odamchi. Musulmon odam agar musulmon bo'lmasa mukallaf emasmi? Kofir bo'lsa. Kofir bo'lsa mukallaf emasmi? Bu kofir ekan bo'ldi, ishini qilaver deganimi bu? Mana shu masala, ya'ni musulmon bo'lishi kerakmi, mukallaf bo'lishi kerak emasmi degan masala. Bu narsa ulamolar o'rtasida, usuliylar o'rtasida ixtilofli masala bu. Jumhur usuliylar aytganki, musulmon bo'lmasa ham kofir odam mukallaf bo'ladi degan. Uni bo'yniga shariatning hukmi yuklangan. U odam o'shani, masalan, namoz o'qishi vojib uni deydi. Lekin o'qisa ham qabul bo'lmaydi lekin. Chunki kofir u. Lekin o'qish kerak deydi. Qabul bo'lmagani xuddi betorat namoz o'qigandek gap. Chunki iymonsiz namoz o'qigan bo'ladi. Buni qabul bo'lmasligini o'ziga o'zi qilib oldi bu odam deydi-da. Mana shu tomondan kelib chiqib bular kofirni o'sha mukallaf deb aytishadi. Buni daliliga aytadiki, fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Jannatda mujrimlardan so'raladi. Ya'ni jannatda degani jannat ahliga imkon beriladiki, do'zaxiylardan savol berish, so'rash. U qanday holatda bo'ladi, Alloh biladi. Masalan, bir ko'rinadigan bir xuddi bir hali portichka deydi, derazalar bo'ladi, qaraydigan deyiladi. Tandirda nimasida bir joylar bo'ladi. Shuni qaraganda do'zaxda yonayotgan odamlar ko'rib, "Palonchi do'zaxda ekansan. Nimaga tushib qolding sen do'zaxga?" deb so'raladi. O'shanda ularda beradigan javobi ma salakakum fi saqar, sizlarda do'zaxga nima sababdan tushdlaring do'zaxga desa, qalu lam nakum minal musallin. Birinchi javobi namoz o'qimaganimiz uchun deydi. Undan keyin yana davom ketadi. Va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudu ma'al ghaidin va kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Va hokazo, ya'ni bir qancha ishlarni aytgan. Shu jumladan biri namoz o'qimaganligimiz uchun. Demak, namoz o'qimaganligi uchun do'zaxda alohida kuyadi. Namoz ham o'qish kerak ekan kishi deyiladi degan gap bu. Hanafiy ulamolar, usuliylar aytishganki, yo'q, kofir odam mukallaf emas u odam. Mukallaf bo'lish uchun musulmon bo'lish kerak. Chunki kofir odamga sen namoz o'qi desak foydasi yo'q-ku, uni o'qisa ham qabul bo'lmaydi-ku uni. Degan gapni aytishgan. Bu usuliylar o'rtasida ixtilofli masala bu. Hanafiy ulamolarini nimasi bo'yicha kofir odam mukallaf emas. Avval musulmon bo'lish kerak, undan keyin mukallaf bo'ladi. Xuddiki aqlli, balog'atga yetgan odam kabi musulmon odam bo'lish kerak. Bu ixtilofda ko'p katta narsa ko'p ko'rinmaydi, ixtilofda samarasida. Ya'ni kofir odam bo'ldi, kofir ekan yuraversin demaydi hech kim. Albatta unga birinchi o'rinda iymon keltiradigan buyruq kerak deydi. Hanafiy ulamolar aytishadiki, kofirlar shariatning furu'i bilan, ya'ni furu' degani masala, amaliy masalalar bilan ular mukallaf emas, balki ular usul shariat bilan muxotab. Ular birinchi o'rinda iymon keltirish kerak deydi. Agar iymon keltirsa, undan keyin bular kelib tushadi. O'rtada ko'p bahslar bor bu holatda, usuliy bahs bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiyni bir joyga jo'natayotgan paytda, Muoz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotgan paytda aytganlar: "Innaka taqdam ala qawmin ahli kitab." Sen ahli kitob bo'lgan qavmga boryapsan. Ular kofir odamlar, ya'ni ahli kitob islom musulmon emas odamlar ular. Shunda aytdilarki, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illalloh va anni rasululloh."
birinchi o'rinda ularga da'vat qilgan narsang la ilaha illalloh muhammadu rasulullohga iymon keltirish bo'lsin. Fa inhum ata'uka, agar ular senga mana shu masalada itoat qilsa, fa akhbirhum anna Alloh aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin va layla. Al hadis, ya'ni kama qala sallallohu alayhi vasallam, agar ular iymon keltirsalar, keyin ayt, ularga 5 vaqt namoz o'qish vojib deb aytdilar. Ana shunda ham Rasululloh birinchi bo'lib turib ularni iymonga chaqir, undan keyin namozga chaqir va keyin zakotga chaqir deb va hokazo tartib bilan aytganlar. Shuning uchun ya'ni mana shu masalada Hanafiy ulamolar aytishadiki, kofir odam u kofir bo'lsa, unga sen namoz o'qi deyilmaydi, kofirga birinchi iymon keltir deyiladi. Iymon keltirgandan keyin unga namoz o'qi deyiladi degan gapni aytishgan. Jumhur aytadiki, yo namoz o'qish kerak odam. O'qisam qabul bo'lmaydi-ku desa, qabul bo'lmaganligini sababi o'zi xuddi betaroq namoz o'qigandek. Chunki qabul bo'lmasligining sababi iymon keltirmayapti-da o'zi iymon keltirmayapti uni degan gapni aytishgan. Mana shu ixtilofli masala. Hozir masalamiz egallashib qolgandek bo'ldi xayolimga. Bu usuliy bir ixtilof, bu keng masala bu. Hozir soddaroq qilib aytganimizda, ya'ni mukallaf kim desa, aqllik, balog'atga yetgan va musulmon odam bo'lishi kerakmi, kerak emasmi, hozir aytgan ixtilof bilan bo'ladi. Hanafiy ulamolar aytganki, yo'q, musulmon bo'lishi kerak uni degan. Jumhur usuliylar aytadi, yo'q, musulmon bo'lishi nima ahamiyati yo'q, uni aqlli balog'atga yetgan bo'lsa bo'ldi, uni ustiga yuk kelib tushadi unga deyishadi. Hanafiylar aytganki, kofir odamga biz haj qil demaymiz-ku. Unga zakot ber demaymiz-ku unga. Roza tut Ramazonda demayapmiz-ku unga. U o'zini ishini qilib yuribdi. Aqidasini tutib o'zini dinini yashab yuribdi-ku u. Agar u muxotab bo'lsa, uni shunda qo'yib qo'ymasligimiz kerak-ku. Musulmon odam namoz o'qimay yursa, shunda bu o'zi bilganini qilyapti-da deyilmaydi-ku. Namoz o'qi deyiladi uni. Ba'zi fuqaholar uni qatl qilinadi, ba'zilar uni qamab qo'yiladi. Abu Hanifa aytgan, qamab qo'yiladi. Har kuni 10 darradan uriladi, to namoz o'qiguncha. Kofirlarchi bu yerda ahli kitoblar namoz o'qimaysa, yo'q, ularga indamaydi. Demak, muxotab emasmi ular? Muxotab bo'lsa, olib kelib qamab ularni gapirish kerak-ku. Degan bu masala keng, ya'ni kirsak kirib ketaveramiz ichiga. Xullas, masala shu usuliy nimadagi asldan kelib chiqqan ixtiloflar. Ixtilofni ko'p ham samarasi ko'p ko'rinmaydi. Bu narsa katta bir tortishadigan masala ham emas o'zi. Faqatgina buni tushuntirish uchun aytyapman buni. Allohu a'lam.